Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doston uzoqunachilari, YouTube chorva ishqibozlari va ishini yengil qilaman degan aka-ukalarim. Xudo xolasa Bo'ron brendidan akalar. Xo'p, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Qo'rg'ontepadamiz. Bo'ron brendidan akalar. Xo'p, odamlarning ishini yengil qilish maqsadida xudo xolasa bu yerda Dirabilkani turli tumani bor, xudo xolasa katta kichik. Kattalari ham bor, 220 to'kka ishlaydi xudo xolasa. Akalar, to'k past joylarga ham moslashgan. Bu yerda qo'ylar uchun oxirlar, mana pirsuyish uchun xudo xolasa atala qozonlar ham bor, akalar. Mana akalar. Atala qozonlar ham bor. Mana. Garelkalarga e'tibor beringlar akalar. 1 litr atrabon bilan akalar 5 soat 6 soat yonadi. Mana 1 kilo hoka ko'mir bilan xudo xolasa 4 soat atala qaynatsalar bo'laveradi. Mana bu yerda nomerlari, narxlari xudo xolasa hammasi bor. 500-600 kilolikdan bu yog'i ketaveradi kichrayib. Mana akalar, ichlari. Atala qozon aralashtirish uchun ham mana akalar uskunalari bor, xudo xolasa. Bitta harakat bilan ochiladi yopiladi. Hurmatli obunachilar, 2025-yilda chempioni. Nimaga chempioni degan akalarimizga Bo'ron brendi ostida ishlab chiqarilayotgan 380 voltli deb o'ylamang akalar. Bu 220 voltda ishlab chiqarilayotgan Dirabilka 380 volt ishini qiladi. Nimaga qiladi degan savollarimizga hozir sekundamet qo'yamiz. Oldingi videolarimizni 35-40 sekundga do'r bir vaqt foya yoki preslarni chiqarib olgan. Endi bugun yana Donor akam bilan rekord yangilaymiz. Sekundametni qo'yamiz. Akalar, sizlar uchun hozir bir vaqt nima bu yer yong'oq qo'ya? Yer yong'oq qo'yani hozir necha sekundda chiqarib beradi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. 25-yil rekordini yana yangilaymiz akalar. Dirabilkani yaqib oling, bitta apparat olsin, keyin bu yoqqa gap. O'tgan safargi rekordimiz yangilanmadi, yana ashq holatda qoldi. Mana akalar, endi o'tgan safar 35-40 sekundda biz somon chiqargandik. Bugun qattiq narsa chiqardik. Qattiqlansa yer yong'oq chiqarib ko'rsatib berdik. Yer yong'oq chiqarib ko'rsatib berdik. Qattiq narsa. Keyingi videolarimizda yana somonni ham rekordini yangilab, yana chiqarib beramiz. Akalar, yaxshi natija. 39 sekundda akalar bitta press chiqarib yubordi. Endi oldingi safargida sizga shogird bola yordam beradi. Siz hozir o'zingiz. Bitta o'zim bo'ldi endi. Olib berib turganda unda. Agar hozir yana yoningizga bitta odam kelib yordam berib olib berib turadigan bo'lsa, xudo xolasa 30 sekundda bemalol chiqadi. 1 minutda 30 sekund. Ikkita press. Bemalol chiqarsa bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu do'stlar va obunachilar. Buni ham bitta ko'rsatib beramiz ishlarini. Xo'p, akalar, mana sir ochildi. Bo'rondan sir ochilib ketdi mana. Bu mahaviy emas, to'g'rimi aka? Bular mahaviy emas. Mahaviydan ko'ra 2 barobar tez chiqaradi. Mahaviyligimiz misol bitta pressni 2 minutda chiqarsa, mana ko'rib turganingizdek, 30 sekundda bitta pressni bemalol chiqarib ko'rsatib beradi. Buni sababi endi tez chiqarish sababi shuna qilib tayyorlaganmiz. Motorga ham zo'r kelmaydi. Misol bunda motoringiz 10 yil ishlasa, mahaviyda 5 yil ishlaydi. Bunga nagrushka bo'ladi. Nagrushka bo'ladi mahaviyda. Boshlanish tezlashguncha motorni
ko'pchilikda kuyib qolyapti. Ana shuning uchun pichoqni o'zgartirganmiz. Oldingi 2 yil oldingi bo'ron pichoqlarimiz ana shunaqa. Misol arendada akalarimiz ishlatadi. Umuman kuygan yo'q. O'shaning uchun qo'rqmasdan sizlarga bu pichoqni 1 yil garantiyasini beramiz. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya beramiz. Bo'ladi. Hozir endi buni bugun test qilamiz dedik. Bunga hozir nagruzka beramiz. Hali ko'pchilik akalarimiz tiqilib qolsa, kuyib qoladi motor deganlarga oldini olib mana shunday qilindi. Hozir motor yoqiladi. Qaysi tomonga aylanamiz hozir u? Chapga aylana. Aha. Mana to'kdan ko'rsatib qo'yamiz. Akalar, yonig'imi deganiga. Mana 216 to'kda yonib turibdi. Yonib turibdi. Endi avtomat ko'rsatib turaylik, to'g'rimi? Mana endi avtomat ko'rsatamiz. Ket. Mana 1, 2, 3. 3 sekundda sachadi. Yana bitta ko'rsatib beraylik, ishonmadim deganiga. Mana yana bitta ko'taramiz. 1, 2. Uji mana o'zini o'zi himoya qilyapti. 2 sekund. Nagruzka bo'lgan paytda tok 170 ga tushyapti. Bu degani motorni tafsirini qachonroq qo'yay aka? Mana aka. G'alati vila qo'ygan. Malatkovelari ham qo'yilgan bunga. Hozir bundan aka 16 ta chipdan iborat. Hop. Tig'i 16 ta. 16 ta, 10 ta segment qo'yganmiz. Taglarida ham bor. 6 ta malatkoy. 6 ta. Buni pichoqlar hashayda kesib yesa malatkoy pachoqlar beradi. Devorlariga ham qo'yilgan hozir. Ha, devorlariga mana buni hashayda aynalganda ma'lum miqdorda bu tashlab beradi. Pastga. Pastga tashlab beradi. Bosaveradi. Buni endi bekka segment qo'ymagan sababi shu. Buni segment qo'ysa hashay bitta joyga to'platsa, tiqilishga harakat qiladi. Buni tiqilmasa shunday chiqaraveradi. Keyin buni jelezlari ham aka 208 yangi listdan tayyorlaganmiz. Hali 208 deysiz akalar. Shunchaki yangi listdan. Konteyner material emas. Konteyner material bas. Konteynerdan qalin materialdan tayyorlaymiz. Keyin buni ham bo'ylarini aka baland qilib tayyorlaganmiz. Hashayda ko'p tashlab yuborsangiz ham tiqilmaydi. Ichida aynalib turib ma'lum miqdorda o'zi tashlab beraveradi. Endi 15 sm qilmaganmiz. Betlar aka 30 sm balandlikda cho'tki qilib tayyorlaganmiz. Mana keyin mana g'ildirakchalar bilan ham qo'yib qo'yganmiz oyog'iga. Bitta odamni yoping-da, Salon aka. Ko'rsatib beramiz. Akalar, bitta uyda qolish bo'ladi, kishi bo'ladi, haligi talab qilinmaydi. Pastga mana o'zi tomonga bir og'dirasiz, bo'ldi. Ana ketaveradi. To'g'ri, agar o'zingiz lekin stejga yoki asfalt ustida bemalol harakat qilaveradi. To'g'rimi aka? Keyin mana oyog'iga shu sannilarni ham qo'yib qo'yganmiz. Bu mana vibratsiya berib boshqa bo'lmaydi. Rezinalar qo'yilgan. Rezinalar qo'yilgan. Keyin apparatlarimiz 5 xil setkadan iborat bo'ladi. Mana qo'shib beriladigan setkalar. Qo'shib beradigan setka. Buni molbob varianti, o'rtachasi, qo'ybob varianti. Mana bu o'rtadagi yo'g'ida menimcha yangilik yo'lda hozir. Buni yangilik qildik. Qo'ybob variantiga. Shundan somon chiqib ketadi. Shundan somon chiqaradi. Shu 1 sm, 2 sm qilib beradi. Mayin qilib. Qo'y chaynamasdan degan variantda chiqadi. Shunday qilib chiqarib beradi. Mana don yormaga, buyog'i un holatga, kepak holatga chiqarib beramiz. Xo'p. Bu ko'rib turganlar akalar pichoqlari. Pichoqlari, tig'lari, bu kombaynda nima bu deganlarga kombaynda tig'i bo'ladi. Zavodskiy narsa, mana kechatlariga turibdi. Bular mana klassik kombaynniki. Mana bunaqa sanlilar qo'yiladi, mana malativilar qo'yilyapti. Klass. Haligi Jaguar'ligimiz u. Shunaqalar. Bu qora pichoqlardan aka rosa 2 barobar baquvvat, qalinligi ham qalin. Keyingi videolarda ha. Buni behijolat akalar. Mana mash pichoqlardan aka bonus tarifasida bir 2 dona qo'shib berib yuboring. Sababi mabodo favqulodda 1 yilmi, 2 yildan keyin sinib qolsa ham o'zi almashtirib olaveradi ular. Bo'laverami aka? Bo'laveradi. So'raganiga bir 2 dona qo'shib berib yuboring. Beraveramiz, bo'laveradi. Xo'p, buni oldingi drayvlikamiz. Bo'ronda birinchi brend deb drayvlikamiz. Hozir bu uni oldida bolasi bo'lib qolar ekan. Ha, bu hozir yangi vipskamiz mana. Bu opoqisi. Bu jiyani. Jiyani shunday. Mana bu. Misol oldingi bu drayvlikalarimiz mana 44 sm bo'lyapti. 44. 44 ga 44 qozon. Endi bu yangilangan varianti. Mana 72. 70 desin. 72 sm. 72 ga 44. Bu ancha katta gap bo'lgan. Ham chiqarish tez. Bunda bitta press 2 minutda bo'lsa, shu mana 30 sekundda chiqarib beramiz. Yangilangan variant. Guvohimenman. Bitta guvohman video davomida. Akam bergan menga, xudo xolasa berdi. Haqiqatda ishlatib ko'rdim. Men o'zim vijdonan tavsiya qilaman akalar. Haqiqatda o'zini pulini oqlaydigan
mushkulingizni oson qiladigan drabilika. Shunday ekan, bu kichkina drabilikamiz ham shu 5 xil setkadan iborat bo'ladi. Bu tepadagilar ham xuddi shu holatda 5 ta setka bilan qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Buni ham shu kurchokli variantda orqasi. Oxirida narxiga to'xtalamiz akalar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Endi Donor aka, mana uni setkasini shunday almashtiraylik. To'g'rimi? Betga qo'yaylik, men hazillab turaman, hashalarimizni tayyorlab olamiz. Hamma hashayimizni bilan chiqarib beramiz. Bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Endi hozir hashalarni 3-4 xil tayyorlab qo'yganmiz. Shularni bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Gap yo'q. Videoni shoshilmanglar, og'riydi. Mana qo'ya. Tamam. Güzel. Su quyib ko'rsatib beraman. Yo'lni qurib tanlamayman. Yem tayyorda, mana yem tayyor. Tayyor, shunday kepes ochib bersa bo'ldi endi. Kepajaksin. Hozir nimaga suv qo'ydik endi bu? Muxdin aka, suv quyishimiz sababi ertaga misol ko'kotlar chiqadi, boshqa silus qilaverasiz bemalol. Yo'li quruq tanlamaydi. Shuning uchun hozirgi mana hozir mart oyi bo'ladigan bo'lsa, savdo qilmadik. Böyle çıkar ko'rsatib. Tamam, çıkar ko'rsatib. Endi donimiz ham boraveradi. Donlar ham bor. Donlar ham bor, uni ham ko'rsatib ketamiz. Hozir mana deb Tamam, çıkar beraman. Keyin bir 5-6 ming bilan tanishtiramiz endi avvaliga. Onu atınca. Onu halata atınca. Yo'qlab qo'yay, e'tibor beringlar. Güzel. Güzel. Yarim minut vaqt ketdik. Ha? Yarım minut ketmez kerak. Vaqt harakatda. Bu yoqdan atasha yana kichkinalarimiz 3 kW 3 megawatt bo'ladi. Hop. Bunimizning narxi 2.600 ming so'm bo'ladi. Sabab bu yerda bularki bolt ikkali bo'ladi-da. Setkalar o'rniga o'sha holatda bo'ladi. 3 kW 3 megawatt deyim. Bundan keyingisi buni 4 kWligimiz 2.800 ming so'm. 2.800. Shuni motori kattarog'i 2.800. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha ichida bo'ladi. Ular bajaratmaymiz.
Yo'q, viloyat ajratma. Qolib ketmaydi. Hamma viloyatga yetkazib beramiz. Bundan keyingisi mana buni yangilangan varianti 2025 trend deylarimiz. Buni sumaloq varianti, bunisi turbocha hampali varianti. Bularimizni narxi alyumin motkamiz 3 million 100 ming so'm qilib beramiz. Yana 100 ming. 100 ming so'm skidka qilib beramiz. Mis variantimizni 3 million 300 ming so'm qilib beramiz. 3 million 300. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bepul qilib beramiz bularni. Hozir nalishda ko'p-a? Tayyor, Tayyor, xudo xohlasa. Navro'z kunida deylik, Navro'z kunida zakaz qilgan odamni qanaqa qilib beraveramiz xohlagan variantda. voh, mana shu yerni ochingchi. Qattiq bo'libdi. Buni haligi o'rtada mishalkasi yo'q ekanda, ha? Mishalkalilari ham bor. Mishalkaligi o'zingiz siz kashf qildingiz uni. Akalar, tagidan o'tyapsiz. Bochka ham bu ham yaxshi narsa o'zi. Bu ham yaxshi narsa. Tezroq qaynashiga sababchi bo'ladi. Samovar variant akalar. Necha litrli? Qay ketyapti bular? Bunisi 600 litrli, bunisi 400 litrli. Hop. 600 litrli 1,5 million so'm, 400 litrli 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm, 1,5 million so'm. Dastavka qanaqa bo'ladi bular aka? Dastavkasi kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Kelishilgan. Masofaga qarab. Masofaga qarab. Bunisi mana 200 litrligimiz 1 million 100 ming so'm. Mana bu mishalkalimiz. Oldingi hech qayerda ko'rmagansiz, faqat bo'ronda ko'rmagan bo'lsangiz, boshqa joyda ko'ring. Mana aylantiring. Aylantiring aka. Akalar, kuchini ochib, sovutib o'tirmaysizlarda, mishalkani o'zida aylantirib olasiz. Bu necha litrli bu? Bunimiz aka 200 litrlik. 200. Nech pul bular? Puli 1 million 100 ming so'm. 200 litrlikka 1 million 100 ming so'm. Bundan Mana bu hali o'zimizni bochkali bu ham mishalka, mikserlik varianti. Hozirgina o'rtasidan turbaga zakaz qilib berdik. Puli bir xilmi endi? Puli bir xil, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Materiallar, akalar, listlar konteyner list. Qilinadi bunaqani? Konteynerda orqa listdan bo'ladi, 2 qalin joydan bo'ladi aka. Aytgan litringizda qilib berilaveradi. Xohlagan razmeringizni aytgan litrda qilib tayyorlab beraveramiz. Razmerlar bu 1,5 million so'm 600 litr, 1 million 300 ming so'm. Bu 5 qancha? 400 litrmi? Bunisi 400 litrli. 400 ga 600 litr. Temir motor. Temir motor. Endi keyingisi mana buni atrabonliklarimizdan 1 million so'm. Motori temir motordan bo'ladi. Mana adadlar 5 litrdan mana. Ha, 5 litrli. Rasxod qancha soatiga hozir? Soatiga aka 2 litr rasxod qiladi o'rtacha. Degani agar 5 ming so'mdanmi yo 5 ming so'mdanmi? Bo'yi nimaga baland bo'lib ketdi deb birinchi ko'rganda xato bo'ldim. Lekin bir tomondan yaxshi ham. Nimaga desangiz, asli to'planib qolmaydi. To'planib qolmaydi. Bemalol shuning uchun chabalantiradi. Mana yana to'kilaveradi. Bu yerda mana motor setlari qo'yilgan, ichida aralashtiriladi. Motor Gut. Yo'q, o'yga qo'ydim, ona. Hozir qo'ring to'g'ri.